Akamizni qarang, Germaniyaga kelibdilar. Ausbildung qilgan aka. Necha yoshsiz? 20. Qayerdasiz? Rishton. Rishtonna deymi? Farg'ona. Siz qayerdasiz aka? Andijon. Andijonda. Men qarang, qochib ketdilar Toshkentga. Quruvchi. Qurilish sohasiga kelgansiz. Qurilish Loyihalar. Endi demak aka, siz mana Ausbildungga kelgansiz, qancha topasiz o'rtacha? Netto 800. Qo'lingizga tegadigani. Tegadi. Tegadigani o'qib turib, mana bu akamiz qishloq xo'jaligiga kerak. Qayerdasiz? Andijon. Andijondan. Andijonliklar bormi? Mana qishloq xo'jaligida qancha topadi o'rtacha? Qishloq xo'jaligida nettoda 1,5 mingdan 2 minggacha. Qo'liga- 2 mingdan ham yuqori qo'liga tegadi. Qo'liga tegadigani bu do'stlar, demak Germaniyada aka kelinglar sizlar ham mana qishloq xo'jaligi bilan. To'g'rimi? Qishloq xo'jaligida sizcha aka? Logistika lagerda. Logistikadan kelganlar. Andijondan siz? Namangandan. Namangandan vodiyliklar Germaniyani bosib olishdi. Aka mana eng zo'ri mana bu akamiz. Aka MFA. Farg'onadan Rishtonli aka bilan Rishtonli yana Farg'ona. akani videolarini ko'rdim. Qarang, Germaniyani demak vodiyliklar bosib oldi. Vodiy bormi? Qarang, hamma shu yerda. Sut ham, qishloq xo'jaligi ham, mexatronika ham, vrach ham, hamma shu yerda. Jonli muloqot o'tkazamiz, akalarimizni taklif qilamiz. Kelish yo'llari bo'yicha bitta Yerekcha Plus va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying, xudo xolasa o'rgatishadi. Qo'ldan kelgancha Germaniyada ko'rishguncha omad. Germaniyaga podpiska bordi.